Bir haftadan buyon Janvada faoliyat elib berayotgan Markaziy Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining direktori Roshan Abbosxonim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashining Uyg'urlar haqidagi dokladini e'lon qilmaganligini tanqid qildi. Ham Michel Bacheletning Xitoydan qo'rqib pasiplik qilganligini aybladi. O Michel Bacheletni Sharqi Turkistonga ziyoratga bormaslikka chaqirib, Michel Bacheletni 5-oyda Xitoyni ziyorat qilish ham xiyolidan voz kechishga da'vat qilaman. Chunki jazo lagerlari qurilgandan buyon millionlagan odam qamalgan va o'ldirilgan Sharqi Turkistonni shartsiz ziyorat qilish mumkin emas dedi. Rossiyaning yaqin ittifoqdoshi Serbiya Xitoydan aeroplanga qarshi ilg'or sistema olgan. Shanba kuni Xitoy havo armiyasiga tava 6 transport aeroplani Belgrad Nikola Tesla aerodromida quruqlikdan havoga qo'yib berilgan HQ-22 tiplik boshqarilgan bombani qo'ndirgan. Serbiya prezidenti garchi bu vaqtda tafsiliy ma'lumot berishni rad qilgan bo'lsa-mu, lekin seshanba yoki chorshanba kuni Serbiya armiyasining eng yangi iftixorini ommaga sunganligini e'lon qildi. Xitoyning pul muomala markazi bo'lgan Shanxay shahridagi qattiq karantin qilish tadbirlari munozir temasiga aylandi. Butunlay karantin qilingan shaharda kishilar yemaklik qatorliq asosliq ehtiyojlarga erisholmay qoldi. Yana bir tarafdan bir sahiy xodimining egasi Xitoy virusi bilan yuqumlangan bir ermak itni gurjak bilan urib o'ldirgan ko'rinishi ommaviy taratqularda zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Fransiyadagi prezident saylovining dastlabki natijasiga qaraganda prezident Emmanuel Macron 28,1%, oshqun Angela Le Pen 23,3% ovozga erishgan bo'lib, hech bir nomzod mutlaq ko'p sonliq bilan saylanolmag'achqa, saylam ikkinchi aylanmaga qoldi. Angliya bosh ministri Boris Johnson Ukrainaga bordi. U poytaxt Kiyevda Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan ko'rishdi. Yig'indan keyin ikki rahbar Kiyev ko'chalarini aylandi. Pakistonda bosh ministr Imron Xon parlamentdagi ishonmaslik loyihasining ma'qullanishi bilan vazifasidan ilib tashlandi. Imron Xon ommaviy taratquv hisobida buning bir suiqasd ekanligini va erkinlik ko'rishining endi boshlanganligini bildirdi. Pakiston bosh ministri Imron Xon imperialistik davlatlarga tutgan pozitsiyasi bilan islom dunyosining olqishiga erishdi. Lekin islom dunyosining bir parchasi bo'lgan Sharqi Turkiston masalasida Xitoy tarafda turib, cho'ng umidsizlik paydo qildi. Turkmenistonda 50 yilga yaqin kuyayotgan va jahannam darvosi deb atiladigan Dervish tabiiy gaz azguli tabiiy gazning yo'qolishi va muhitning bulg'anishini keltirib chiqarganligi sababidan taqiladi. Poytaxt Ashxobodda o'tkazilgan Turkmenistonning neft va tabiiy gazi mavzuliq xalqaro mablag' selish munbirida Dervish gaz azgulini taqash yig'in kun tartibiga keltirildi.